nima uchun yuzini holatini o'zgartiryapti. Alloh bergan qilsin, hammamiz chiroylimiz, istari bor. Har bir ayol go'zal. Men bir xunuk ayol kelganini ko'rmayman kabinetimga. O'zini tabiiyligini yo'qotmasdan muolajada tanlansa bo'ladi. Hijoblilar ham, hijobsizlar ham o'sha bir xil bo'lib qolganda, yuz shakli bir xil. Qaraganingizda o'sha bilasiz bu narsani. Men mutaxassisman, ajrata olaman. Kimni yuzida filler bor, kimni yuzida filler yo'q. Filler aslida terida agar yaxshi filler tanlanmasa, terimizda bu filler chirishga olib keladi. Ya'ni u filler tarqab ketmaydi. Faqatgina terimizni ichki, ya'ni mirsalarga yopishib, haligi go'shtlarimizga yopishib, chirigan holatda qoladi. Uni eritib tashlash kerak bo'ladi. Shu uchun men yuzga qo'yilayotgan fillerlarga qarshiman. Zo'r filler foydasi bu teriga kirgandan keyin so'rilib ketadi, teringizda qolmaydi. Bozorlarda, ya'ni sifatsiz fillerlar $30, $40 olishadi. No, firmaniki sertifikat diplomlari bor bo'lgan yaxshi filler $300-400 bo'ladi. Barcha opa-singillarimizga shuni aytib o'taman, dorilarga обязательно e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Iloji boricha sroklarigacha ko'rib, qatki nima sostavi, o'sha kosmetolog bilan birgalikda o'rganib ko'rib, keyin tanlashligini tavsiya beraman.